Yangi Hayot tumani 9-hududga kelganmizda, yangi Novostroyka 16 etajli domlarimiz 14-qavatda 2 xona 70 kvadratlik kvartiramizni ko'rsatamiz. Bu mahallada mashina qo'yish uchun umuman muammo yo'q. 5 ta 6 ta pod'ezd bor, lekin har doim mashina qo'yish uchun bemalol shart-sharoitlar bor. Domimizda 2 ta alohida lift, bitta gruzovoy va bitta passajirniy liftlari bor. Pod'ezdlarimiz ham juda keng. Kirishimiz bilan koridor. Bu yoq tomonda bo'lsa, yana bitta alohida koridor. Bu yoq tomonimizda zal joylashgan, bemalol stol qo'yib o'tirsa ham bo'ladi. Ko'chaga qaragan chiroyli balkon. Bu yoq tomonimizda bo'lsa, spalni joylashgan. Spalni ham juda ham keng. Oshxona joylashgan. Kuxonli mebel, xolodilnik, hamma shart-sharoitlari bor. Bu yoq tomonimizda bo'lsa, sanuzel. Kvartiramiz Yangi Hayot tumani 9-hududda joylashgan. 16 etajli Novostroyka domi 14-qavatida. Uyimiz 2 xona 72 kvadratdan iborat. Narxini 57 ming deb baholadik. Yana kelishadigan joylari bor. Uyimizda hamma narsa to'liq qoladi.